Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Avval aytganimdek, fuqarolik iqtisodiy bo'yicha advokatlik litsenziyasini olgan edim. Yaqinda jinoyat va ma'muriy soha bo'yicha ham litsenziyani qo'lga kiritdim. Endi avvalgi litsenziyamizga jinoyat va ma'muriy sohasida ham litsenziya ma'lumotlarini kiritish kerak. Bu bo'yicha oson, shuni o'rgatib o'tmoqchiman. Dastlab license.gov.uz saytiga kiramiz. Kirganimizdan keyin o'zimizni elektron raqamli imzo orqali shaxsiy kabinetga o'tamiz. Shaxsiy kabinetga o'tgandan keyin mening ruxsatnomalarim bo'limiga o'tiladi. Mening ruxsatnomalarim bo'limida mana bu bo'limda avvalgi litsenziyamiz holati ko'rinadi. Ustiga bosish kerak. So'ngra hujjatni o'zgartirish bandi bosilganda alohida oyna ochiladi. Men buni allaqachon bosib qo'yganim uchun hozir bu ko'rinmaydi. Hozirgi paytda menda mana litsenziya yangi ma'lumotlar to'ldirish jarayonida turibdi. Bu juda oson. Shu fuqarolik iqtisodiy va jinoyat ma'muriyni ikkita galochka, ya'ni ptichka galochka deyishadi. Shuni belgilab qo'yib davom ettiriladi. Buni davlat bojiga keladigan bo'lsak, 103 ming so'm ko'rib chiqish uchun arizamizni to'laymiz, keyin 206 ming so'm, ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining yarim baravari miqdorida litsenziya yig'imini to'lashimiz kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.